Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Kecha qo'ygan, kecha joylagan videoyim keng muhokamalarga sabab bo'lyapti. Haligacha har xil qo'sh tirnoq ichidagi erkaklar yozyapti. Men uni o'zimdan o'zim olib chiqib gapirmaganman. Bu video joylanishidan oldin ssenariysi, videosi tayyor bo'lgandan keyin o'sha video roliki Majburiy ijro byurosi tomonidan tekshirilgan va xatolik yo'q deb, ortiqcha so'z yo'q deb, yomon gaplar yo'q deb joylashgan. To'g'riroq joylashtirganman. O'shaning uchun ko'ngilni xotirjam qilinglar. Men shalay-valay narsani yoki pul uchun yoki aktiv uchun bir nimani ko'tarib chiqmayman. U video ko'rilgan bo'lsa 100 mingtadan sal oshgan. Mana oddiy bir ideya qilib ovqat qilgan videoyim 300-400 ming, 500 ming, 1 milliontagacha ko'riladi. Prosta otalarga sal insof bersin deganman. Maqsad shu. Bolaga 300 ming yetmasligini aytganman.